qalb pok bo'lsa, muomala go'zal bo'ladi. Demak, muomalasi go'zal insonning qalbi pok. Bunga hech qanday shak shubha yo'q. Qaysi insonning muomalasi go'zal, demak uning qalbi pok. Agar muomalasi chatoq bo'lsa, xunuk bo'lsa, qo'pol bo'lsa, demak qalbi ham sog'lom emas. Qalbning pokligi o'sha muomalaning go'zal bo'lishiga ham bog'liq ekan. O'rtada qalb pok bo'lsa, mehr oqibat ziyoda bo'ladi. Ya'ni qalbi pok insonda hasad degan narsa bo'lmaydi. Kibr degan narsa bo'lmaydi. Adovat, yomonlik degan narsa qalbi pok insonda bo'lmaydi. Bunga shak shubha yo'q azizlar. Qalbi pok insonda hasad ham bo'lmaydi, kibr ham bo'lmaydi, adovat ham, yomonlik ham bo'lmas ekan. Mana shunday bir ulug' ne'mat ekan qalb. Insonning a'zolarining podshohi deyilar ekan qalbni.